Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, Yevropa, e, Turkiyadagi qarindoshlarningki hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Kanada, Amerika, Avstraliyadagi qarindoshlarimizning hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda otam dadamga ega chiqish uchun Shvetsiyaning parlamentning oldida namoyish qilyapman. Men mana shu yaqinning orasida balkim ba'zi qarindoshlarning ko'ngli yerim bo'lib qolgandir. O'zinglarni ko'ryapsizlar ishlarni. Shu. Hamda men 2 kunning yog'i men hozir meyada bir 2 tema orqali parang qilmoqchi. O'zinglar mana bu 2 kunning yog'ini ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Dünya Uyghur Qurultayınınki raisi Dolqun Aysa efendim bilan Mavla Yasin efendimninki jidal bo'lib ketdi bu narsa. Men shuncha gapni qilsam, shuncha narsani qilsam menga tegmay eshak kuching yetmas o'rtoqmom deb bu Mavlon Yasin efendim enediki pulninki hisobini so'rab qo'yganga Mavlon Yasin efendimni to'plarda haqorat qilib ağzını buzub Dolqun Aysa efendim Mevlan Yasin efendimninki şəxsiyyətlərə tegdi. Dolqun Aysa efendimning mənmi bir qancha şəxsiyyətlərə tegib qo'yay. Dolqun Aysa efendim siz şapaqçılıqda, buzuqçılıqda siz Suboydadagi Sheminchingmi sizning oldingizda yuzi qizarib qoldi. Sizninki endi uyingizga kirib chiqqanlarning ichidami ayolingizni xijil qilib qo'yganlar chiqqu deyman, tatınlarni aqtirib qo'y cho'mish ayolingiz cho'mishini topolmasa ba'zi ayollar tap berib. Shundaq. Undan keyin ikkinchidan Mavlon Yasin efendim bilan Dolqun Aysaninki selishtirmasi. İngliz tilida Mavlon Yasin efendim Dolqun Aysadan jiq kuchlik. Saviya jihat bilim qurilmasiga kelgan chog'da Mavlon Yasin efendim yumshoq detal injeneri, Dolqun Aysa efendim siyosatchi, hamda qandaq siyosatchi uni o'zinglar ko'ryapsizlar. Yaqin kelinmaydi. Üçüncüsü Mavlon Yasin efendimninki ayoliga shaxsiy hujumlarni qilibsiz. Mavlon Yasin efendim axloq jihatda sizmi Mavlon Yasin efendimninki iniga kelinmaysiz. Hamda Gulbahor adashnimi birinlarni deb shunday nima qilib ketibsiz. Siz bir Dunyo Uyg'ur Qurultayiningki raisi bo'lib suhbatingiz bilan bu shu qitimqiliq jidalninki bosh tugunini siz portlatdingiz. Chunki biz Sayram o'g'loni vaqasida Erkin Sidiq efendimni suzib Beliqninkidan birini chiqardik. Sizlar Dunyo Uyg'ur Qurultayinikilar uzundan beri enededi pulamadik dedinglar. Mana endi Mavlon Yasin efendim qamoqdan birini tashlablar. Koni padediki 1.200.000 dollar burun tashlaqdi. Shuni devedi siz qopib yo'q biz olamiz, ammo 200.000 dollar deb buni siz ama shunday qilib jidalga aylantirib o'tdingiz. Siz to'g'ri ish qilmadingiz. Siz degan bir tashkilotningki dunyodagi Uyg'ur Qurultayiningki raisi, shundaqla siz Uyg'ur davosini qilayotgan odam, sizningki qaqshimay, xalqning shaxsiyatiga kirmay turib javob berish huquqingiz bor. Ba'zi ko'tirmachi podaqkashlar yezib ketibdi. Enediki iqtisodni tutadiganlar hisobini oladi deb. Uni bilamiz. Bir tal kofening kevitosini opirib, shu talonni opirib berdi, uni bilamiz. Lekin xalqningki sizlardan so'rash huquqi yo'qmi? U enediki pul nereden kilovatgan, nega ishiltilayotganini xalqningki so'rash huquqi yo'qmi? Mavlon Yasin efendim bosh to'lagichi bo'lish sifati bilan Amerikadagi so'rash huquqi yo'qmi? Mushu bir savolga shuncha jidal kirib ketish kerakmi? Qarindoshlar, mana bularningki ahvoli mana shunchalik. Bir nima desa pishti qildi, uni buni deb mana shunday qiladi. Undan keyin bir yerlarda shu London soti to'g'riliq meni shunday nima qildi, shu sotni qarildi, sesdi deb shunday gap so'zlar bo'lib ketdi. Men sizlarga London sotininki oxirlashishini ko'rsatib qo'yay.
Mavo Londondagi sotninki oxirlashishi qarindoshlar, obdan ko'ringlar. Mana Nag'manova men sotninki dunyoda birinchi bo'lib menda ko'rishimjima, men obdan ko'ringlar. Mavo Rahima adash London ansamblga naqsh etayotgan. Mana a yerda World Uyghur Congress deb turdi. Qarindoshlar, siz bizningki kallamizni, o'sh kallamizni yig'ib etaylikmi biz? Qandaq dunyodagi bir sotda Nag'manova bo'ladi? Ha? Irqiy qirg'inchilik uchrayotgan qandaq bir millatningki sotida Nag'manova dutatam bir bo'ldi? Ba chapan kashlar bir vijdoningni ko'tarib bo'lsam, chapan qilsang, chapan ko'tarsang olmamdi. Ma Abdurim O'tkir apandim O'yg'ongan zaminninki 2-siniki eng oxirida keyingi narsalarni kelajakdagilarga qo'ydim deydi. Mushu rasmlar qistirilib, tarixning batlariga yozildi qarindoshlar. Ota-onamiz turbida yog'an sotni ichib, odam motorlar qilib, keyindan daqdumboq qilib. Sizlar nimaning keyindan ketib borsizlar? Qaysi tashkilotning keyindan ketib borsizlar? Nima ishlarni qilyapsizlar sizlar? Jon deganchi bir kun olmay bir kun chiqadi. Ya bugun chiqadi, ya erta chiqadi. Bizniki qo'qqadak yerimiz yo'q, chapani tashlab chiqdik bu yo'lga. Ya sayramdan ya qaynamdan chiqamiz, boshqa ish yo'q. O'lam ya ko'ram bo'ldi tugidi. Qarindoshlar, bu dunyo Uyg'ur qurultiyi dedim-ku, men rak kasallik bu chirmab 80% dan mushlarning so'rinlarga. Hatto Allohnikiga mana sanab o'tiradigan bosh maslahatchi. Telefon qilib, voy ishora qilmanglar, qo'rqmamsizlar sizlar. Voy unda qilmanglar, bunda qilmanglar deb. Mana shunday qilib yetibdi. Nima yozib mumkin? Erkin Sidiq apandim, siz tunugun bir video ishlab, ozodlik va mustaqillik haqida so'zlabsiz. Ozodlik va mustaqillik haqida bizga bir muncha tushunchalarni berib ketibsiz. Biz nima qilamdik? Biz mushundaq mustaqillik desak, dunyodagi sotlardan yoki dunyodagi e'tirof qilishiga erishamaymiz. Biz ozodlik deyishimiz kerak. Hozir Uyg'urlar 50 yilgacha mumkin emas Xitoylar bilan birga yashamaydi debdi. 50 yildan keyin yashaydigan planingiz bormi Erkin apandim? Haqiqiy erkinlik qanday bo'ldi? Haqiqiy erkinlikni qo'lga keltiraylik. Haqiqiy erkinlikni qo'lga keltiraylik debsiz Erkin apandim. Uning oldidagi 70 yilning yog'i bo'pti. Kishilik huquqni qilsanglarmi, erkinlikni qilsanglarmi, u bir yog'an erkinlikmidi? Endi haqiqiy erkinlikni keltiramdik Erkin apandim. Haqiqiy erkinlik qanday bo'ladi? Men sizga bu yerda 3-4 turli narsa bilan shunga javob berayday. Ozodlik deganimiz ma'naviy, moddiy taraflarni o'z ichiga olgan bo'lib, ozod qilishninki misoli Xalq ozodlik armiyasi Xitoy xalqini Gomindangning kontrolligidan ozod qildi. İkincisi, chet eldagi demokratiyatchi Xitoylar Xitoy xalqini kommunistik Xitoyninki kontrolligidan ozod qilmoqchi bo'lyapti. Erkin apandim, diqqat qilib anglang. Uchinchisi, ayollarninki ozodlik harakati. To'rtinchisi, Afg'oniston xalqini Talibanning kontrolligidan ozod qilish. Beshinchisi, ideyani ozod qilish. Oltinchisi, jazo lageridagi turmalardagi mahbuslarni ozod qilish, erkinlikka erishtirish. Yettinchisi, qulluqdan va majburiy emgakdan ozod qilish. Bu deganingiz yanalam shu lagerninkiga taqashdi bu narsa. Nimishga sizlarmish mustaqillik degan narsaga nimishga shunchalik qerishib ketsizlar? Nimishga shunchalik vatanimizning ichidagi jafo chekayotgan irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan xalqimizga nimanchalar tishtirdiqinglargacha o'ch? Nimanchalar mushularni bilan qerishib ketsizlar? Sizlar tatmamsizlar? Sizlarningki bola chaqringlar yo'qmi? Sizlarda nomus qilish hujarisi yo'qmi? Vijdon degan narsa yo'qmi sizlarda? Va ozod qilishni mana dabbar qarindoshlar fuqvilinglar mana narsalarni bor-ku. Fuqvilinglar mana mushlar danglik olimlarni, mushlar
qalpığı alan aldığı çıkırıp mingijiydi. Uzundan beri mingimiz deganni yuyup bular vahshiy qilyapti bizni. Sizlar jiqishlarni bilmaysizlar. Anandan keyin mustaqillikning qanday bo'lganini men sizga deb beray, erkinsizlik apandim. Mustaqillik deganimiz besildirilgan zimin egalari yoki bir to'plamninki o'zi qarshilik hokimiyatdan uzil kesil ayirib chiqib, ya'ni biz Xitoyninki respublikasidan, Xitoy Xalq Cumhuriyatidan chiqib, o'zimizning vatanni yulib elib, o'zimizningki davlatida egalik huquqni qo'lga elib, mustaqil davlatni quramiz. Anandan keyin boshqa davlatlarningki xaritasi bilan hech qanday ilishliqi yo'q. Anandan keyin boshqa davlatlarga o'xshash barobar suhbat qilamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida olamdi qanday edi. Undan keyin mustaqil diplomatiya, harbiy huquqimiz bo'ladi. Tushundingizmi erkinsizlik apandim? Siz sal o'kök darslarga sal g'uduq ketib, qo'qab ketib, sal herhalde azatlık deganga kelibsiz. Bu da endi keyingi videoda mustaqillik degandan keyin siz keling. Tushundingizmi erkinsizlik apandim? Qarindoshlar, mana bu shunday qishlar bekor yatmaydi. Shunda xoinlarningki dastidan yopidi. Undan keyin Quzat Altay Mayada birisiga jiq o'ylayapsiz, o'tganda Amerikadagi manchinchi, qanchinchi ekanligini bilmaydi ekanman. Hukumatning boshbaqoni o'zining 30 yillik qadinasi Rishad Abbas oilasini xoin Xitoyga ishlaydi, qo'limda anda belga, manda isbot bor deb lagerni to'nitgan eng xalqliq mazgillarda dunyo Uyg'urlarini 1 yil qoldirilib, oxiri hech qanday bir isbot ko'rsatilmadi. Hozir yangidan biri chiqibdi. Yili beka qo'limdagi isbotni oshkorlayman deb millatni ko'ldirlatmay, kimda isbot bo'lsa, xoinlarni qonunning javobgarligiga tassin, bo'lmasa g'ib qilsin dedim. Menga sen unda demading? Menga sen podaqchilik qilib, ayrimxonni menimi tillab salamu deb, voy tug'liq cho'ngshuvar to'lamapti, ota-onasiga ega chiqibdi deb sahifangni turibdi. Quzat Altay, men senga o'kin degandim. Quzat Altayni menga sanmoqchi bo'lganlar bo'ldi, lekin men siziq keshib nur hosil bo'lsa, buningga men hujum qilaman dedim. Quzat Altay, sening numaring menga to'shmaydi. Sen men bilan o'ynab bo'lanmaysan. Sening cho'ng opang Rabia Qodir, tushundingmi? 2006-yili kurash ko'san apandim, Rabia xonim unda qilmayli, mustaqillik talab qilayli. Kurash ko'san apandim, yerki sundu savolki demokratik Xitoylar bilan o'rtaq taraqqiyot, o'rtaq gullanish degan Deng Xiaopingning ideyasi bo'yicha u odamni nurg'un ozdirib ketgachga keyin ko'zi ichilib Rabia xonim bunda qilmayli, unda qilmayli degachga kurash ko'san apandim o'ldi. Sening cho'ng opangga mushu gapni degan ovozlar bor. Sen chiqali deganga chiqirib bermayman uni, tushundingmi? Sen ma'ni bilib ol. Uningdan keyin sening opang 2007-yili Rabia opang, texnikada sizlarga mustaqillik kerakmi degan chog'da, Tibetlar avtonom qilibdi u bu deb mushunda so'zlab o'tadi. Butun dunyo Uyg'ur qurultiyi degani sening cho'ng opang, uningdan keyin voy jasus, jasus, bular Qrimda anda qildi, manda qildi, voy binorimni chiqib o'tirgan bo'ldi deb sening cho'ng opangning gaplaridanmi, ovozdimi tinib oldi. Men cho'ng ayolnikiga necha vaqtdan beri kirmagandim. Sen so'rab kirding. Men senga bugun ochiq javobni deb beray. U jasusning olamdi, u bo'lamdi mening shaxsiy ishim. Men naslarimni qaytarib olamdim, sotdan qaytarib olamdim. Men uni obdan bilaman. Sening Sidig'ochi dadang bilan Rabia Qodir opang uning kimligini obdan biladi. Shunga seni ani yoz balam, ani chiqason, ani rasvo qilsin degan. Sening opang bilan dadangninki yurigini ashu toza obdan mujivatgan. Noyt obdan biladi. Tushundingmi? Sening o Rabia opang Jongnan-xayga to'shmaydi. Rishad Abbas oilasimi to'shmaydi. Men dedim-ku, ular oldi sapti o'yin qo'ydiganlar keyinda vintisini chingitadigan boshqa deb. Sen meni obdan tushunib ol. Sening Rabia opangninki navirlari chiqarishdan burun men bilaman, tushundingmi TVga? Mushuning yig'lab kelgan. Roshan Abbas yig'lab keldi. Voy mening akamning adamnikini mushta u bu deb. Anadagi Kanadadagi Tuyg'un yig'lab keldi. Buning men hammani bilaman. Menga hammani degan, men hatto Do'lqin Aysoninkining uydagilarningki ismlarini men WhatsAppda yozib avatlagan. Tushundingmi? Sen menga to'la vari tang-tang qilib uya-buya biznim yozma, menga gapirma sen. Numaring to'shmaydi seninki. Mavu kimning apsi? Ningaripo, kingaripo. Nama Amitofu. Sen degan maşallah apang nama Amitofu. Mana ko'rdingmi? Sening opang nerede turdi? Mening opam nerede dadam?
Maya. Apağında tinavamaydıgan sen? Seninki Fushi bilan Nuri Tulkali bilan quvangda bir chorak poqva. To'xtabdi, ma bir partiyalarning ishi, bir ishlar bo'lsin, qanda tutildi senkin. Ey, sanachi qara, ey. Tuzat. Sen bag'u qara. Sen manga chup bulanmaysa, tushundingmi? Ben sana addilam narsalarni qilay. Sen agarki seni merka bir akamizni tas tillagan te og'zini buzib sotqa berma, soqchiga berma u bu. Voy, ey, nimaga bersan bermamsa? Senin qilib rasvochiqlaring al. Ey, senin apang boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bizning Uyg'urlarni indigenous people qilyapti, tushundingmi? 5000 dollarga, 5000 dollarga Amerikadagi demokratlarga setivyapti. Bizning mustaqillik talab qilish huquqimizni ep tashlayapti, tushundingmi? Indigenous people degan qandaq? Tibetlar yo'q dedi. Sening apang Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki 2007-yili 5000 dollarga NDNiki boshqa demokratlarnikiga mushularga ma'qul deb rangsiz rasmlarni qilib bichara Uyg'urlarniki yezdi ishlayotganlarni bu indigenous people degan qanday desanglar qarindoshlar, mana Norvegiyada, Shimoliyada, Shvetsiyada bir kichik qavmlar bor. Ondan keyin Amerikadagi indianlar, bular inglizlarning gapi bu indigenous people degan. Mushularni bizni bir podshoninki ali xonishning haramxondagi ag'vatlarda qilib qo'ydi qarindoshlar. Mani soliqlar, dilyorlar shunchalik kuchab mashina bir akitib olsa, yana bizni to'xtamay ko'ldirilib Seni mushu opang qildi, Robiya opang. Senmi bormishning ichida? Tushundingmi, qizat? Sen texi men jiqtemalarga yana sen bilan sen inkas bildagandan keyin kiraychimi? Qarindoshlar, bizning millatga kim berdi bular huquqni? Shuningga Xitoy, men deyman-ku, qo'rqmay irqiy qirg'inchilik qildi. Buningki shart-sharoitlarini Robiya boshchiligidagi Dolqin Aysa, Umar Qanot, Rishad Abbos aizlamış hammasi Xitoyga qo'sh qo'llab indigenous desa Amerikaninkiga shu voy mana deb ishta qilyapti qarindoshlar. Yana texi meni tillaysizlar. Mening ayrim hollarda men qanchalik besim kelayotganini, opangni Xitoyda turmining ichida o'ynayib bordi degan gaplarni qilib, men sizlar uchunga mushni bir tilni 15 dollardan men 3 tal rasmligini men bugun qilaman sizlarga va'da berib qo'yibman deb, men mushuni bir yak berib hozir chiqirtamisan olmaydi bir tal rasmni 15 dollardan 3 tal rasmni 35 dollarga ishtigan tezroq chiqirtasan deb yana 10 dollarni qachilg'izib ma bizning shivitning puliga 500 kronga yaqin pulga qirg'izib keldim. Quzatniki opsniki chiqirganga ulgurolmay qoldim. Eng muhimni ko'stay dedim. Mana qarindoshlar, sen o London soti to'g'riliq, Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'riliq oqlab yezib ketibsan. Voy, menimi chiqirmay degan kostyum lukini kiysa, kinishkin taqab tursa, 3 kunlik opang chiqdi. Shuningga men cho'ng opalaringning yalog'inni, yana birning qig'inni, men yana birlarning yalog'inni ko'rib, ko'tga men pul qashilgan. Tushundingmi? Rolex soatlarimni bergan, yana birini qilgan. Sening opalaringni nevr singlaringni chiqargan. Men o'zimni beselib yaqvatima. Sen o'zingning o'shqallangni yig'ib shu. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa. Xudoyimga omonat. Men so'zlaydigan so'zlab bo'ldim. Mushinchik narsa. Qolganni azm qilish ham o'zinglardan chaynab og'zinglarga sepasimi? Azm qilamay yana bizning tep odamdan tillab yurdi ekansizlar. Qolganni o'zinglar bilinglar. Xudoyimga omonat. Men faqat ota-onamni qutqizmayla da'vatimni, o'ttirliqda bo'lgan ishlarni, amaliy ishlarni, hamma narsani men deydiganni dedim. Meningki ko'zimda faqat ota-onamdan boshqa hech narsa yo'q. Men Xitoy Kommunistik partiyasidan Xi Jinping falan narsamga hisob qo'rqib qolmayman. Chinjango falan narsamga yo'q hisob. Men hech kimdan qo'rqib qolmayman. Mening talabligimni endi ko'rdi Xitoy.
Bo'pti, Xudoyimga omonat emsa. Nervisi